tongim otib qopti-yu. Kamera yoqdim yoqdim. Yo, barchaga salom do'stlar. Sizlar bilan yana Saman MC kanali do'stlar. Do'stlar, o'tgan video birinchi qismini ko'rgan bo'lsalaringiz kerak. Agar ko'rmagan bo'lsalaringiz, juda ham zo'r video bo'lib chiqdi. Kanalimga tashrif buyurib, uni ham ko'rishlarini tavsiya beraman, chunki yaxshi kontent bo'lib, zo'r yuklandi video. Ko'rishlarini so'rayman va bugun kech tushishini kutamiz. Ya'ni birinchi qismda va'da berganimdek do'stlar, jintenlar eshitib qolmasin, nima kiring, eshigini yopaman va yangilarga aytib beraman. Burchaga o'tirib. Karochi do'stlar, birinchi qismni ko'rdilarmi yo'q bilmadim. Lekin ko'rishlarini maslahat beraman. Nimaga deganda karochi, men qishloqqa keldim, yangi qishloqqa va magazin qurmoqchi edim. Va magazin qurishga joy qidirayotgan paytim qandaydir bunker topdim va u yerga tushib ketdim va haqiqiy oltin kon topdim do'stlar. Kon. Ishqilib birinchi qismni ko'rishlarini maslahat beraman. Juda ham zo'r chiqqan. Unday bo'lsa, men narsamni katmon bilan o'qib qopman. Mayli, o'qimasim ekan. Ketdik. Eshigini yopamiz, qani jitelni yoniga boramiz. Hoy, Grim, qalaysan? Yaxshimisan? Novin, senchi qalaysan? Yaxshi, rahmat. O'zing qalaysan? Ha, men ham yaxshi, zo'r. Ha, yaxshi. Kecha magazin qurdingmi? Do'kon masalasi yo'q. Magazin qurishni men nima desam bo'ladi? Joyim biroz ho'l ekan, shunga qurishini kutdim. 1-2 kundan keyin daraxt kesib kelaman va toshlar yordamida quraveraman do'konimni. Vaqt qochib ketmas, to'g'rimi? Ha, vaqt qochib ketmaydi, quraver. Xo'p, yaxshi. Mayli, sizlarga omad. Sizlar bekorchilar shu yerda o'tiraverasizlar kun bo'yi. Men esa ketdim, polizimga qarab kelaman. Yaxshi, savol. Ketdik. Bitta do'stlar, mana bu cho'ta bizani qo'shnimizga poliz kerak emas ko'rinadi, to'g'rimi do'stlar? Nima deysizlar? Shuni hozir biq qo'ramizmi? Baribir hali oltinni olgandan keyin shaharga ketadigan bo'lsam, ancha yo'l yuraman, mo'l yuraman. Shu sababli nima deysizlar do'stlar? Axir och qolaman, shu sababli piyoda ketaman. Shu sababli ovoray. Mayli, ungacha videoni o'chirib turaman. Do'stlar, mana charchadim. Bo'ldi. Bo'ldi do'stlar. Juda ham qiynaldim. Qishloqlar shu yerga turaveradi. Vaqt ham tezroq o'tmadi do'stlar. Tezroq vaqt o'tsa-da men ishimni boshlasam. Mayli. Sizlarga gapirmagan bo'lsin. Biroz miyalaringda ishlaring bor sizlari. Do'stlar, ahmoqona 13-qishloq. 13-chi ahmoqona qishloq. Do'stlar, bu qanaqa joy? Do'stlar, bu real 13-qishloq ahmoqona. Bu qanaqa bunker bo'ldi endi tushib ko'raylikchi. Nima? Ustimdan kulishyaptimi? Bu yer saf yopibdi-yu. Tualet. Jin ursin. Eshigini yopay. Hoy, nima qilyapsan?
Hech narsa qilmadim-ku. O'zgacha o'g'irlik qildingmi? Nimaga o'g'irlik qilaman? Nimadir olib chiqdimmi? Shunchaki bu nima ekan deb qarab chiqdim. Oddiy tualet bor ekan. Nimadir bo'ldimi? Ha, yo'q, ketaver. Yigitlargami hayronsan? Qo'yli. Nimadir dedingmi? Bore. Ey, quyosh ham jonga tegdi. Tezroq yo'qolsaki, mazza qilib shaharga ketardim. Issiq ham bo'ldi-yu. Do'stlar, bu yerda nima bor? Ahmoqona 13-qishloq. Bu esa merning uyi. Ahmoq yigitlar. Sovuq ekan. O'zimiz bitta kalla tashlaymiz. Yurib kelib. Mana zo'r kalla tashladim va bu yerda 3 ta eshik ko'ryapman do'stlar. Bu yer qanaqa eshik bo'ldi endi? Kiraylikchi, yapaylikchi. Bu nasıl chiqamiz? Nima buzilmaydi bu? Jin ursin. Mayli. Tushganimiz bo'lsin. Do'stlar, ahmoqona 13-qishloq. Eshik bor ekan, yopilib qoldimikin deb qo'rqayotganim endigina do'stlar. Nima bo'ldi? Sinmayapti do'stlar. Mayli. Bu yer hammasi shunday narsa ekan. Mayli do'stlar. Jin ursin. Bu yerning hammasi shunday. Tepaga chiqamiz, keyinroq bekor paytim kelamiz. Cho'kib ketyapman-a. To'xtanglar. Cho'kib ketyapman-ku. Chiqish o'zi bir problema bu yerda. Bu 13-qishloq. Ahmoqona 13-qishloq. O'zi ahmoqona 13-qishloq deb qo'yish kerak bundan. Ahmoqona, g'irt ahmoqona 13-qishloq ekan do'stlar. Ancha sovuq, issiq ekan tashqari. Sovuq demoqchi bo'lyapman. Issiqni qaranglar do'stlar. Sovib, qotib o'lib qoladi odam bunaqa issiqda axir. Tushunursan. O'zimni ish qilayotganini ko'rsatay jitillarga. Mayli do'stlar, men hozir tezda kirib yotoqqa yotaman do'stlar. Nimaga deganda uxlab turay. Kecha tushgandan keyin kamera yoqaman do'stlar. Nimadir bo'ldi. Yomg'ir yog'ayotgan ekan do'stlar. Nimaga sovuq qotdim desam, yomg'ir yog'ayotgan ekan. Kecham tushib qotdi-ku. Yaxshi. Endi esa jitillar meni ko'rib qolmasdan tezroq yurib o'tishim kerak. To'xtanglar. Tezroq. Sekin. Qayer edi o'sha joy do'stlar? Shu yer edimi deyman shekilli. Tursin noto'g'ri. Tursin qayer edi do'stlar? Ana to'g'ri topdim. Yaxshi do'stlar. Mana endi esa tezroq sindiramiz. Bunisini esa o'zi ochilsa kerak. Boshim.
Ay do'stlar. Voh, nimaga sinmayapti do'stlar? Ye, qanaqasi bo'ldi? O, mana sindirdim. Do'stlar juda yaxshi. Endi esa men bularni bitta-bitta sindirib chiqaman. Ungacha kamerani o'chirib turaman. Let's go do'stlar. Do'stlar, axir buni qaranglar ey. Buni qaranglar ey. Buni borib bitta o'tinni bir donasiga butun 10-qishloq sotsa bo'ladi-yu do'stlar, bir dona blogiga. Tak, menga kerak narsalardan. O, nizerit bor ekan. Malades do'stlar. Menga nizerit ko'pincha kerak. Keyin yaxshi, bulardan boshqa nima kerak yana? Mana bundan bir stek olamiz. Yaxshi. Endi lekin do'stlar toshni boy bo'lib ketaman. Mana sizlarga men ovqat g'amlab bo'ldim do'stlar. Shahargacha borgunimcha bemalol bora olaman. Mana eritilgan oltin 1 stak, 2 stak. Yaxshi. Nima olsam ekan? Xo'sh, eritilgan olmos yo'q. Bor ekan. Eritilgan olmos ham olamiz. Buni ichida nimasi bor? TNT bor ekan. Mana buni. Bu do'stlar вообще qimmat turadi. Mana buni bir donasi bor-ku, mana shu yerdagi hamma narsadan qimmat. Buni topincha bor-ku, вообще topish qiyin bor-ku. Bizga KFC kerak emas. Mana bu tayoqchadan mayli kerak emas, lekin buncha boylik tashlab ketish ham ko'zing qiymaydi odam. Mayli bir stek olamiz bundan ham. Tak, yaxshi. Endi mayli. Bir stek. Yana bir stek oldim. Juda yaxshi. Olmos ham 2 stek olamiz. Yaxshi, olmos ham kerak bo'lib qolar. Bakayım. Buni qo'yamiz bu yerga. Bizga kerak joyi yo'q. Mana endi nima kerak bizga yana? Xo'sh, do'stlar, nizerit eng qimmat narsa bu nizerit. Oltin. Birinchi o'rinda almas, keyin oltin, keyin nizerit. Yo'q, eng qimmati birinchi o'rinda mana bu edi. Mana bu eng qimmat. Buni topish вообще qiyin. Mijvanida. Xo'p, olmoqchi narsamni oldim. Mana bu ham bor ekan. Juda ham yaxshi narsa bu. Buni bilgan biladi. Menga urug' kerak emas. Endi qaytib kelmayman bu yerlarga. Kartoshka ham kerak emas. Juda yaxshi. Tepaga qo'yamiz. Pastga olamiz. Hop, buni ham mana chiqishda kerak bo'lib qolar. Mayli. Menda oltin bormi? Yo'q. Do'stlar, yana nima kerak menga? Bir stakka joy bor. Mayli. Oltin olamiz. Shu bir stakga ham oltin olaman do'stlar. Bo'ldi, ketdi do'stlar. Endi eshik. Yo. Yaxshi. Kech tushdimi deyman. Kech tushib qopti shekilli. Do'stlar, kech tushibdi. Chiqamiz, yaxshi. Yopamiz. Buni ham sindirib joyini yopamiz. Hech narsa qilganim yo'q. Menda hech narsa yo'q. Do'stlar, jitellarga aytib qolish bo'lmasin, kasiyochilik bo'lmasin. Ish qilib bu yerni jitellarda telefon bo'lmasinda YouTube'ga qo'yadigan bo'lsam,
ko'rishadi va izimdan topib borishadi. Bolg'amni olaman. Yo'qotishimni olaman. Men bularni hech narsasiga tegganim yo'q. Ketdim bu qishloqdan bosh olib do'stlar. Bo'ldi do'stlar. Videoyimizning ikkinchi qismi ham tugab bo'ldi do'stlar. Mana men ketdim. Bunkerdagi bor narsalarni oldim. Endi esa qaytib bu yerlarga kelmayman. Shaharga ketyapman do'stlar. Shaharga boraman va mana buncha boyligimga uylar sotib olaman, uchastkalar sotib olaman, mashinalar olaman va shaharda boy bo'lib ketaman. Haqiqiy ministr bo'lib ketaman. Mayli. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar do'stlar. Hali shahargacha ham ko'pmi deyman. Ha, ko'p. Do'stlar, videoga like bosishni unutmanglar. Keyingi videolar nima haqida bo'lsin, keyingi kontentimiz chiqishi uchun 100 ta like yig'ishimiz kerak bo'ladi shu videoda. 100 ta like yig'ishimiz kerak bo'ladi. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar.